أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. من bu Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu ta'ala anhumanınki mene maqtalgan alayda axlaqlari, iş izleri ninki qatardiki, yani başqalarda tepilmaydigan, yani ikkeylende alayda bar olgan istiadat ve qabiliyet, ilham qılınğan, ilham digeledek dağlanğan müşundaq axlaqniki üstüdiki nimi bu bab deydemdi. Bizim de aldığımız dersimizde mene başta Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anh'unki alayide ahlaki qandaqti başqalarga oqşamaydigan bunun üstüde toxtaldık. Onun deyin Ömer radıyallahu ta'ala anh'unki Ömer radıyallahu ta'ala anh'u qıgan başqalarda tepilmaydigan mene alayide istiadat ve kabiliyet ve ahlak deydemdi. Yani dağlaşqı tegişlik başqalar tepilmaydigan mene alayidiklere mene qaysi deyen muşniki üstüde toxtaldık hemdi. Hemdi toxtalıp şu dersniki ağırlıklarda hem edislarda men ayetma değil demdi. Muş ayetke asasen Ebu Bekir mene en kattı kişi, andaq kişi, mındaq kişi, Allah maqtıgan dep. Şunu dek Ömer radıyallahu ta'ala anhuma açtaqçı dedik hemdi. Hemdi o işkellerniki ayrım men aldığım babda tügende iken hemdi bunun deyikin işkellerni ortak mene bir alaylık var. Hem işkellerniki üzeni mene şu Yedistan'daki üzede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisini bıraklı elip müştak alayda maqtıgan, dağılıgan ve işkeylerini yüzü neye basa bile ep mağan hem raço qıqat. Benim muşu toğırlık nimuam diye Peygamberimiz'de rivayet kılan hadis var. Hem de bu babniki üzede muşniki üstüde mıkınmakçı, toxtalmakçı hem de. Hem de bu işkeylerniki üstüde hem de tövende Osman radıyallahu ta'ala anhu onu deyin Ali radıyallahu ta'ala anhu'nunki üstüde çok toxtuludu. Mene bu doğruda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nemi degen mezmunda. Biz hem de hemimizin malum ehli sünnet ve cemaat'niki itikadıda olan nimeler kişiler. Şu kişi ehli sünnet ve cemaat'niki itikadıda olan kişi olan deyin. Ehli sünnet ve cemaat'niki itikadıda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ki qalsa en uluq kişiniki üzü Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu ta'ala anhu diğerliğiniki otursa deyma hem mesela ittifak. Ama Ebu Bekir'den Ömer radıyallahu ta'ala anhu'niki zaten kattı bir kişi ikkenligide hiç kandak kişi Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan keyin bunu da ihtilapçı yok. Zaten Peygamber sallallahu ki yılla Ebu Bekir en ulluq ikinci derece turduğun kişi hem de Ömer radıyallahu ta'ala anhu bu yerde üçüncü derecede qatada turduğun kişi depmişten nemi kılıdığın itikatçı kılıdığın yani biz şurada itikat kılımız. Hem de Osman radıyallahu ta'ala anhu ile Ali radıyallahu ta'ala anhu'nunki otursa da mene kim ebzel, kim yani fazıl, kim mebzul. Muşniki otursa azraq bir nimi var, oqşamayan göz qaraşçı var. Bolmasa Osman radıyallahu ta'ala anhu zat Ali radıyallahu ta'ala anhu'dan nimi dep qaraydı? Men katta yani uluq depçi qaraydı. Hem de bazı bir sebepninki yüzüden Ali radıyallahu ta'ala anhu'nunki katta ekanligi bilinib tursa, lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki bazı hadislardan ve şunudek şu
davrniki o'zidagi sahobalarniki umumisi Ömer roziyallohu taolo anhudan keyin mana bay'at qilingan hammasi bir ittifoq, ijmo shaklida mana kishi kim u? Osmon roziyallohu taolo. Mana buni qaragan vaqtda o'zida Osmon roziyallohu taoloning ikki shayx, ya'ni shayxayn deb ataladi, Abu Bakr Ömer roziyallohu taoloninki o'zini. Mana ikkilandan ulug' kishi kim ekan? Osmon roziyallohu taoloning ekan deb bundoq cho'nim qilgan gap, qaraydigan gap. Endi bu gapni bundoq deyishdinki o'zida chunki islom dunyosida, ya'ni islom dunyosida ikki cho'ng firq bor. İslam dünyası asli, mana bu Ali roziyallohu taoloninki zamoni, shuningdek keyingi davr kelgishi bo'lgan orliqda hammasi e'tiqodiy tarafdan bil ittifoq. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalam, shuningdek sahobalar, tabiin va tabi'i tabiin ninki e'tiqodi qandoq bo'lgan bo'lsa, uningdagi kishilarniki e'tiqodi shundoq edi. Qachoniki Ali roziyallohu taoloning xalifa bo'ldi, ya'ni Osmon roziyallohu taolo shahid qilinib, uningdan bu pochilishniki urug'li, bu yerda andikin beh urushga boshladi. Beh urushga boshlab, shuningla bu yerda Ali roziyallohu taoloninki o'zini mana nima uchun Osmon roziyallohu taoloning qissasi olmaydi deganidek, nima uchun undoq qilmaydi deganidek, ashada Muaviy roziyallohu taoloning uningga qarshi chiqdi ani Adam evet be. Çünkü Muaviy roziyallohu taoloning şu vaqtdagi o'zida men eng kuchli qo'mondonlikka qatordi. Çünkü o Muaviy roziyallohu taoloning Shamda valiydi. Shamda valiy bo'lgandan keyin o Shamda o vaqtning o'zida boshqa qaragan vaqt o'zida ba'zi bir taraflarniki o'zidan bir qadar yani ilmiy sal nimaroq tarafda. Çünkü Shamniki o'zimi shu vaqtdagi o'zida yalaqi başka milletlerden ayrılış itibarıyla sel bir kadar limit emdi. Yenilik ya ki sel işini gözünü undan kılış tarafa da mundaktı. Ama Şam bombagan tarafı zaten undaktı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki düşündeki aldıda zaten olanıki Arap yarım ardaki Arapların özbek kalaktı. O kalak olup bulanıki oturusunda ne devlet degen ne mi, bu insan degen ne mi, bu yerde hiç nesini bilmey. Bir-birisi yavay hayvanda kim kuş olsa onu şu öldürüp besip, kul kılıp aşındaq yaşaydıgan paçı boğan bir alet etti. Ama Şam undaq emas. Bu itibar bilen men Şam tarafta boğan Muaviy roziyallohu taoloning bir qadar kuchukdi. Nima tarafdan? Yani askeri tarafdan. Shuning bilan Muaviy roziyallohu taoloning u yer maqsadi hech qanday xalifa bo'lish emas. Muaviy roziyallohu taoloning zodi Ali roziyallohu taoloning xalifa ekanligi bunga iqror. Lekin Osmon roziyallohu taoloning bu yerda buniki qotillar bo'lgan odamlarni nima uchun uni serbest yani beka qo'yib etib, unidan ya tutib solab yoki o'ch elib bundoq bir qisos elib bundoq qilmaydi. Ashuni bizga topshirib bersin degan ishlar cho'p bo'lgan. Shuningdek Ali roziyallohu taoloning Muaviy roziyallohu Ayşe roziyallohu taoloha va uning boshqa Zubayr ibn Avvam qatorliq mushu sahobalarniki o'ttirsa bo'lgan urush faqat shu Osmon roziyallohu taoloni o'ltirgan qarshi chiqqan o'qituvchilarniki o'zini o'ltirish masalasida, qisos elish masalasida Ali roziyallohu taoloning bu yerda kechikdi. Darhol qilish kerak. Bunu qilmasa olmaydi. Yoki olmaydi Ali roziyallohu taolo andaqmidi yo mandaqmidi degandek sal qori degandek, mushliki sababidan bo'lgan bir urush. Mana mushuningdan anidan rasmiy islom dunyosida har xil firqalarniki o'zi jamiyatniki ichiga shundoq singib, ashundoq mana nima qildigan ish shu chiqdi. Paydo bo'lgan amdi bih urib, shu yerda ozroq ko'klash holatiga shu chog'ning o'zida boshlandi. Başlangandan keyin o'chanda darhol chiqib bo'lmaydi demdi. Undan keyin endi xavarish chiqdi. Ali roziyallohu taolo qarshi turgan bu yerda 3 taraf bo'lib ketgandan keyin 3 tarafni bir taraf qilamiz deb Muaviyninki tarafi bu yerda sulh qildi, Qur'onni o'tirib chiqib turib, shuni bilan mushning birlik keldi bir qancha qatim Muaviy roziyallohu taoloninki tarafi bu yerda mag'lub bo'lgandan keyin shuni kuzatgandan keyin buni ishlatish orqali andiki sal bu yerda bir yilidek bilan ishlatib qoldi. Şunu anladaki bu yerda Ali roziyallohu taoloning taraddud qilish orqali bu qanday bo'ladi deb turgan vaqtdagi o'zida buniki ichidagi bir qancha buni unmaydi. Unmagandan keyin anladaki
Ali raziyallohu taolo buniki ummatniki yani manfaati qon to'kilmasin degan asosda Qur'onni ko'tarib chiqqan bo'lgandan keyin ya'ni la hukma illalloh ya'ni faqat hukm Alloh uchun bo'lsin deb Qur'onni ko'tarib kelgandan keyin unda shunday qildi deb ashtaqa bu e'tiborda andan keyin shu Ali raziyallohu taoloniki tarafida bo'lgan kishilarniki ma'lum bir turkumi bu Ali to'g'ri qilmadi, xato qildi deb shu yerda o'qtiqib u yerga qarshi chiqdi. Mana bu xabar shu yerdan chiqadigan gap. Shuning bilan shu yerda chiqqandan keyin shu yerda 10 necha mingdak odam bo'linib chiqdi. Bo'linib chiqqandan keyin Ali raziyallohu taoloni shuni bu yerda askar bo'linib chiqqandan keyin bu yer bir qancha suhbat bo'ldi. Bo'libmi Abdullah ibn Abbos raziyallohu taolo o'z bevasi qatnashib, ularniki yerimini degandek yondirib akeldi xato fikridan. Endi 5-6 mingdak o kishi unmaydi. Undan keyin Ali raziyallohu taoloning tutgan pozitsiya ularga biz ular hujum qilmaymiz. Agar ular bizga hujum qilib qolsa, biz o'zimizning jonini qo'g'dash uchun biz o'choqning o'zida ular bilan urushimiz. Ammo ular haqni topamiz deb xato ketgan qarindoshlarimiz degan bu mazmunda gapni çok qilgan. Her biz onu kafir demagan endi. Shuni olanidiki bu ixtilofniki nemiz mushtaq chiqish orqali Ali raziyallohu taolo qarshi turgan xavarij, undan Ali raziyallohu taolo uniki bak yaxshi ko'rdigan Shiadan iborat bo'lgan Ravafis vujudga kelgan bo'ldi endi. Ikki taraf nima qildi bu? Asli siyosiy tarafdan chiqqan gap bu mushadan bo'lgan bo'ldi. Shuni olanidiki bu yerda bu yerda ishlab bih urgandan keyin undan keyin Ali raziyallohu taoloni shahid qilindi Ko'piniki o'zida. Muaviy raziyallohu taoloni ana bu xavarijniki ishi bu o'ltirib etish kerak, bu yerda maslahatlashib buni uchun biroqni o'ltirib olsak o'chaning o'zida islom dunyosi tinch aman vujudga keladi ekan deb uch birlashib o'chaning o'zida birisi Muaviyga, birisi Umar ibn Asqoyin, birisi Ali raziyallohu taologa bo'ldi. Shuning bilan bu yerda lekin ilahiy taqdir bilan Ali raziyallohu taolo shahid bo'lib ketdi. Ya'ni o'ltirib oldi Abdurrahman Muljim degan xavarij. Şundan bu onu o'ltirgandan keyin shundan bu yerda Muaviy raziyallohu taoloni Ali raziyallohu taoloning tarafini sal endi shahid qilgan ojizlikni fursat bilib, buni ular andan keyin harakatga o'tdi. Harakat o'tgandan keyin u chog'ning o'zida Hüseyin Hasan raziyallohu taoloning cho'ng o'g'li bu yerda xalifa qilib tiklaydi. Tiklagandan keyin Hasan raziyallohu taoloning bu musulmonlarning ahvolini deb ikkisi o'tirjiq nima bo'lib endi bu yerda munozir yani suhbat bo'lish orqali bu yerda andan Hasan raziyallohu taoloning bu musulmonlarning manfaatini deb o'zi mushu 4 xalifaniki yo'li bo'yicha Muaviyaniki o'zi men mushundaq qilsin. Ya'ni xalofatniki o'ziniki mulkidek bir holat qilmay, shu 4 xalifadek kimniki bo'lganligining o'zi maslahat va mashvaratniki o'zida bo'lsin degan shartdan ma'qul deydi. Degandan keyin ma'qul deb shundan undan keyin Hasan raziyallohu taolo o'lib ketdi, undan keyin Husayn bo'ldi. Ya'ni Hasanni bir ish qilib o'ltirib odamda. Undan keyin Husayn o bo'ldi, Husayn bo'lgandan keyin Muaviy raziyallohu taoloning degandek o gapni tutolmay qolib qoldi. Shundan tek hayot turib o'ziniki o'g'li bo'lgan Yazidniki o'zini bu yerda o'ziniki o'rniga valiyul ahd qilib bu yerda tayinlaydi. Tayinlagandan keyin andan Husayn raziyallohu taolo bo'lmabdi bu o'zining nimasini qilmadi deb andan tug'a vaqtning o'zida ko'p tarafdan bu yerda odamlar elchi avadi. Sen kelgan o'chamizni ko'pida chiqib ketdi. Bu yerda urush ishki ma'lumotchilik qilib andan keyin Muaviyaniki odamlar bu yerda bostirib qildi. Shuning bilan bu yerda andan ko'pida odam avadi biz sen maya kan Muaviy gapni tutmadi, voy bizga andoq mundoq deb. Shuning bilan Husayn raziyallohu taolo bu yerda o'zining yaqin bir odamni avadi. Avatga vaqtning o'zida bu yerda o zodi o Kufa Basrniki o'zi bir 40 mingdak odam bay'at qilib qo'dayganligini o odamlar o odamga va'da berdi. Bay'at qildi. Qaldiki bu gapni anglab shundan Husayn raziyallohu taoloning o'zining balvoqini billa bu yerda nima qildi? U Basra qarab yo'lga chiqdi, Kufa qarab. Chiqqandan keyin shu jarayon chiqib ketdi. Shundan Muaviy raziyallohu taoloninki bu yerda qo'mondoni Abdullah ibn Ziyad qo'daymi shu ayada yin bir vali bo'lgan odam uni elib, uni o'rniga u yerda o'q chiqqan odamni bostirib qoldi bu xabarni uqmay. Shundan Madinamda yo'lga chiqdi. Shu jarayonda
Abdullah bin Abbas radıyallahu ta'ala anhu bu yerde vasiyat kıldı. Sen uyak bağma seninki atağına bu Iraklılarınki yüzü aşındak vədə qılıb vədə tutulmay aşındaq taşıvatqan kişi bunu vafa kelmeydi dese onuğa ben berip bakadığan kişi dep balvaqısını apırıp ona mağdı. Mağandikin Hüseyin radıyallahu ta'ala şu Kerbala dep hazırki Necip deydi, Kerbala dep aşağı kerey diga vaqt yüzüde bu yerde qalğan yüzündeki yılıq Adem'ni anıdaki muaviniki Adem'leri o yerde Adem askeri evetip tazıcak o yerde onu əsir gelip onu öldürüyordu. Öldürgəndən keyin o bəyət adam az qalıdı. Şundan 40 neçə adam nayt çəbər, nayt batur, şunda şəcaətlik insanlar bolğan 70 neçədək adam bu yerdə Hüseyin rəzalətə qıb qalıdı. Qıb qalğan o yer bir qanç qətim, yəni uruş oldu. Şunda olsa bütün küçülə qoğdaymızda Hüseyin rəzallahu ta'ala şunda qalıdı. Amma ular əskər cix olğandan keyin 3-4 min bununla anıdakı məğlub oldu. Məğlub bolğandakı şunu ola anıdakı bu yerdə anıdakı Hüseyin radıyallahu ta'ala tutup onu kallası kesidi. Kallası kesip uçan özdə Hüseyin radıyallahu ta'ala balvaqılları Şam'a apırıp hiç qandaq qılmay Mədinəyə yol səp qoydu yəni nem qılıb. Endi bu yerdə Hüseyin radıyallahu ta'alanın kallası Necip bolğan hazır Kerbalada bu yerdə kesidi. Bu yerdə keskəndən qan şu yerdə töküldü. Tökülgəndən keyin anıdakı bu Umayyaniki şu bulupun Yazid'dəki yaş bu xalife olğan davr. Xalife olğandan keyin Muaviye radıyallahu ta'alanınki ad degan ahdiga vafo qilmagandan keyin o'zining bolasi taxi vafot olmay turib vali ahd qilib uni o'rni bekitib hammadan bayatga og'zib bunaqa qilib bo'lgandan keyin buni qarta andan keyin ishki o'chmanlik chiqib shu vaqtniki o'zida ishki o'chmanlik chiqib toza to'g'an vaqtniki o'zida Hüseyin radıyallahu ta'ala Kerbalaga bağavatı bu yer qanı tüyüyordu. Öldürüyordu. Öldürgəndən keyin andan keyin bu Muaviye qarşı belə bir oçum yəni məxfi tərəfdən bolğan bir güc o yerdə barlıq gəldi. Gəlgəndən keyin şununla bu İslam dünyasında şuna anladı ki bu yerde yüzü Şia, yüzünü Ali radıyallahu ta'ala'nın tərif edip Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki evladı müştan zulüm kıldı, öldürdü, anda kıldı, manda kıldı deyip ulağa her taraftan Muaviye tarafta yani Umayyanın ki resmi sulalisi şu vaxtdaki ul besilindi. Şu Muaviye radıyallahu ta'ala Umayya halife dediğin şu. Şu yerde anladı ki bunu öş yerden paydalanıp ya zulüm kılga ya yüzdeki şahsi nimsi arkalık anladı ki bir Türk'üm insanlar bu yerde neme kılıp bu yerde merkezleşip şuna yüzdeki məqsədi Peygamber sallallahu evlatlar burada zulüm kıldı bu biz karşı duruşumuz gerekti. Yani bununla andikin vay Peygamber sallallahu evladını biz ehli beyt vay şia vay andak mandak durup ya burada adamı çıkıldı. Çıkkandaki şununla anladık bu yerde şianiki uğruq resmi çıkıp andikin məxfi hareket ep bardı. Məxfi hareket ep beriş bilen birlikte anladıkin şununla birlikte onundaki andaki bula bir kança 100 yıl, 100 neçə yıl bağmay turub onundaki Abbasiya halifelik çıkıp şununla birlikte andikin garip tarafta bu yerde Fatimiye sulalısının ibaret olğan Fatimiye degen Peygamber sallallahu kız Fatimiye degen gap yani Şia Rafiz bunu vücutga çıkıldı. Şununla andaki İslam dünyasından şu Hüseyin radıyallahu ta'ala'nınki aşağıya girip Kerbala'nınki üzeri şehit kılınışınki üzeri İslam dünyası tarihimizdeki kelgiçlik boğan bir facianınki asas şu bu kalıdı. Şu an Şia'nınki üzeri her jile Hüseyin radıyallahu ta'ala'nın şehit kılınған şu jilniki üzeri Muharrem'niki onu şu vaxtın üzeri mene çok bir bayram buldu. Musibet dep bayram dep hazırlık kelgiçlik aş Kerbala'nın mukaddesliğini şu eşref dep degeni Hüseyin'ninki aşağıda öldürülgeni, öldürgenin yüzü Hüseyin eşeğe uyan mukaddes dep. Mene hatta Kabe'den, Harem'den tatip uluq dep bildiğin aşındaki itikat bu yerde eşeddi. Mene çekidin eşip ketken bir xil yaxşı görüşsün edeylem de bunu tekit qanda işi var. Muşta vücut, işler vücut gelir. Yani hazır dünyadaki çoğun iki mezhep bolğan Əhl-i Sünnə vel Cemaat Şiadan ibaret olğan bularnınki qısqaça böyle vücut gelişiyor. Şununla birlikte Şia'nınki tərifide olğan Əhl-i Batin, Əhl-i Zahir ve onun başka her xil firqalar dünyaya keldi. Mesela onun içi çekide eşip ketken Alevi var. Normal var. Mesela Caferi var. Normal yani Şia'nınki içindeki pek hadiden eşip ketken emas. Ve onun başka İsmailiye var, Busayri var, Duzayri var.
Quramitiya degan mushundaq har xil firqalar bu ahli batin bu vujudga chiqib, mana bu ahli sunna va jamoaniki e'tiqod qilayotgan bu e'tiqod parchalib chiqiblar bular o'z oldiga ayrim bir e'tiqod bekitdi. Shu buniki e'tiqodidan eng muhim e'tiqod şu imamet deydi. İmamet ki yani hak, yani imamlık bu ne olsa Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de uçuk aşkan nesva deydi. Eli Raziyallahu Teala'nın Peygamberimiz ülüp ketkendikin. Bir kanca ayet ekelidir bular. Ekiliş arkalık muşundak Kur'an'da batı. Ayette Ömer bilen Ebu Bekir Ömer bunu evağan, tatıvağan dep ikisi daha öşüp hazır karşı tıllap aşında kışlıki sebebi muşeden vücut geldi. Çünkü hatta ki Peygamber Ali Raziyallahu Teala'nınki müşundak bir kança uruş olduğu bilinim kılan. Aş uruşniki özü uçuk diyen temineti mendinkin. Mene ayılıkı Ali Harun kandaki Musa Aleyhisselam'dan yaşta koğan bolsan Ali meninki nispeten aşı Harun'unki orunda oldu diyen mezmundan. Yani ben ne kılamdım. Ben muşu hedisindeki nimisini diş arkalık mene aşta hedislerini uyabiyen kötürüp ekip mene peygamber mene aş hayat vaktimizde elini aşında bekit boğan. Bu nesvaten. Bunu oğlum çıktı karşı çıkıp oğurlu verip onu unmay. Ani yahle Peygamber Sam'daki evlatlarının üzerine çatkı kıkıp şunu olan halafetini evaldı dep aşında öş oluşundaki üzerine Ebu Bekir Ömer Raziyallahu Teala'nın sebepçi olmuşu. Müşahede çıkan. Şuna bu okutkan biz Mişkat-ül Mesabih diyen kitaptaki üzerine. Yani Bukhari Sahih Müslim'den ibaret olan bir kanç kitaptan mene tanlap elingan bir hadis kitap bo'lgandikan bu kitap umumiy universal bir kitap. Mene baştan tatip şu taharatdan mesela baştan tatip imandan başlagan bo'lsa, o imanga alaqadar olan bu dunyodagi barliq ish, nikah, talaq, urush, jihad, maliya, iqtisod, mushu narsaniki hammasi uningdan boshqa qiyomat kishilik nim bo'ladi, hammasi bor. Uningdagi qiyomat bo'lgan vaqt nim ish bo'ladi, uningdagi u dunyoda nim ish bo'ladi, jannat qanday, do'zax qanday deb. Mana hozirgi mana bizniki mushu Peygamber sallallahu vafot bo'lishini tatib ana oldikanlar neymiş bo'lgan, uningdagi Abu Bakr, Ömer, Osman hammasi zodi kiyimi deyiladi ana. Hammasini deyilgan bir universal bir kitap. Bu kitapniki o'zi maqbul bo'lishiniki sababi men mushu universal bo'lganlikdan asoschi bo'lgan. Buni qartanikin jami deb nam olgan hadis kitobning ichidan Imom Buxoriyninki, Imom Turmiziyniki, mushundaq nima kitoblar ko'p bandi. Shundan ilingan kitap. Mana demak İslam dünyasida mushundaq echinishlik ofatniki o'ziniki vujud kirishligi qishqi sababi. Şunudek bu kitapların üzerinde Ömer Ebu Bekir Raziyallahu Teala ayrım bir bab kılıp bunun da ayet yedis en manı yedis keltirdi. Yedis mandat hep deyiş. Onu dikin Ömer Raziyallahu Teala mandat edip onu dikin ikisindeki ayrım bir bab koyuş. Osman Raziyallahu ayrım bir bab koyuş. Ali Raziyallahu Teala bu ayrım bir bab koyuş. Onu dikin eşaretun mübeşşirin. Boğan ayrım bir nemi kılışındaki sebebi bu ehl-i sünnet ve cemaatindeki itikadın asas kılan halette yazılan kitap boğan dikin bunun için maksat kıldım. Yani bundakçı okuşu gerek. Şuna bu yerde hazır. Ben hazır Ebu Bekir. Besim ayrım degandiki bu ikisindeki yüzüne bu doğruluk gap olmuş bulup değil. Lekin Ebu Bekir Ömer Raziyallahu Teala'nın ikisi Peygamber sallallahu goya iki on ve sol durgan ayrım bir veziri de. Cık işler Peygamber sallallahu devrede çok okşaşçı boğan. İkisi okşaşlar. İki babdaki ayrım Peygamber sallallahu açtan degen bolsun ama Ebu Bekir'le Ömer Raziyallahu Teala'nın ikisi cuplop yani birlik olgan halette onun ayrım degen sözleri ikisi ayrım ortak hem ikisiga ayrım bolgan muşda bir yer mans kelse bilmangti bilmagan degen açtaq nimalar var edisi var. Bunu asasen bu yerde yine ikinci yana ayrım bu işkelerninki o'ttirisidan men mushu gapni qilishlikka sababi cho men mushu. Endi işkelerninki mushundaq nayt uluq Peygamber sallallahu qilib qolsa katta bir kishite degan bu ishkelarniki Peygamber sallallahu keyin shu Peygamber sallallahu o'rni olgan shu hokimiyat yani hamma tarafdan diniy siyosiy hamma tarafdan mana boshqurib Peygamber sallallahu vakolatan qilgan xalifa bo'lishniki o'zi haqliq ahli sunna va jamoaning tarbiya kim Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali deb qaraymiz. Şiali cho'ng yo'q bu emas. Bu anaviyati deganimizda bu evagan buni
Evagan bo'lgan ekan, unda qilib, bunda qilganda shundan Abu Bakr Ömer buni shu mundaq qilib, unda ya'ni har xil sat gap bor. Mushtaq qilib evagan, unda qo'ygan, munda qo'ygan deb shuni mushtarafni qilgan gap endi. Endi bu ikkisi to'g'riliq. Qur'oni Karimda bu yana bir qancha mufassir olimlarniki o'ttirib qo'ygan. Men bu ikkisi to'g'riliq oyat bor deydigan mushtaq nima va ko'z qarash shu bor. Shu qatorniki o'zida Allah Teala'niki va şavirhum fil emri degan mush oyatniki o'zi Abu Bakr va Ömer. Mesela sağın sen ey peygamber ular bilan ishda. Seniki har qanday ishing olgan bo'lsan, shu ishniki o'zida sen ular bilan mesela sal degan gapniki o'zi bu yerdagi zimir jam'i bo'lsinmi? Şu Abu Bakr Ömer radhiyallohu ta'ala'nı bu yer ko'z tutdi deydigan men mushtaq nima va edisva imom Hakim Mustadrak degan kitobida mushtaq nima qilgan rivoyatchi qilgan. Endi yeni bir edisniki oyatniki nemasi va salihul mu'minin degan mu'minlarning salih kim o? Degan vaqt mu'minning ichida qol texe unudi yuqori salih kishilar degan vaqtimizda bunimi yana mufassir olimlarning ko'pinchisi bu yerda Abu Bakr Ömer radhiyallohu ta'ala anhu deb mushtaq nima qilgan, buniga ashtachu ko'zchu qaragan. Yana mushu Sura Fatihada o'qiyotgan 5 qatim o'qiydigan, har namozni o'qiydigan Sura Fatihaniki o'zidagi ihtinos sirotal mustaqim. Ya'ni bizni sen ey Alloh to'g'ri yo'lga boshlig'in, u to'g'ri yo'l kimi sen in'om qilgan kishilar deganligi o'zida bu kim desa payg'ambar alayhisolatu vassalam Abu Bakr va Umar degan men mushundaq nimalar bor, meni tushunchilik kishilar ko'p bor. Ya'ni demak bu ikkisidagi ayrim mushu oyatda bor, hem tövende o'qimoqchi bo'lgan men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadislarida bor deb qildi deb çok qaraydi. Endi oyatda deganimizdek Abu Bakr Ömer radhiyallohu ta'ala anhu'niki zoti payg'ambar sallamdan keyin Abu Bakr Ömer'niki katta ekanligida mayli fuqaha ulamolarimiz olsun ya muhaddis olimlar olsun mayli qaysi olim bo'lishidan qat'iy nazar ahli sunnat jamoaniki butun hamma kishi mushtadab e'tiqod qiladi. Ammo yine oyatda deganimizdek Osman radhiyallohu ta'ala Ali radhiyallohu ta'ala'niki o'ttirzidan bir qadar yani o'xshamas yo'q. Ba'zilari Ali radhiyallohu ta'ala'nı Abu Bakr Ömer'den qalsa bu ulug'di deydi. Ba'zilari bu yiliqi Osman radhiyallohu ta'ala deydi. Ammo biz shundaq bir qisman ashta bir gap so'z bo'lsinmi? Biz nima deymiz? Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali radhiyallohu ta'ala anhu deb mushtahnim qilamiz, bunaga e'tiqod qilamiz. Endi bu yerda endi bu xilofat masalasi bor. Endi bu xilofat masalasiki o'zi bizniki ahli sunna va jamoaniki e'tiqodida iymonniki asos bir qismi emas. Bu mukammilat deydi. Yani imanni va dinimizni komil, mukammal, yani bütünleydigan nima o bir vasita deb nima qildi? Dinimizniki mana vasita deb çok qaraydi. Ammo Şiachi unda deb qaramaydi. Ular qaramay bu imamet va xilofat, yani imamet deydi bular. Bununki asosi nima? İmamet deydi. İmamet degandan ununki e'tiqodida zaten bir imam ölüp cazmen o imamın özü bir yerga vasiyat qiladi, uchiq oshkora, ikkinchisiga undan keyin u bo'ladi. Bu imamsiz undaq bir uyutish qat'iy bo'lmaydi deydi. Şoň ularga nisbatan imamlar degan Hazrat imam ya Ali ya Husayn ya Abu Abdullah deb ashunday ya imam Mirza deb ashunday qilishi. 12-chi imamdan keyin buning e'tiqodida aşı Iroqdagi bir yerga kichik bir baleti, yani imam Mehdi, Muhammed Mehdi degan adam. Bu yer kichikdir, bu yer kirib ketgan. Bu oxirgi zamonda chiqadi deb ular ashta e'tiqod qilib, o chiqadigan bo'lgandan keyin ma'lum bir sababdan bo'lgan chiqadi deb ashta nima qildi? E'tiqod qildi. Endi bular hozir yo'q deb e'tiqoddan keyin uningki o'rniga hech qanday bir olim bo'lmaydi deydi. Ammo faqat Imom Humayni deyotgan odamniki o'zi uni Oyatulloh Al-İmam Humayni deydi. Bu faqih deb atildi, ammo naib deb anılmaydı. Şuna ularga nisbatan cuma va bayram namozininki o'zi bu xalifa bo'lmagandan keyin, imom bo'lmagandan keyin o'chat o'qisam bo'lmasam bo'ladi deb ular bu namozga va jumaning ancha ahamiyat bermaslik sababi shu. Mana u juma namoz va
jamoat va bayram namozning o'zi bu yer imom bo'lishi kerak. Ham jihatning o'zini imom rasmiy bo'lishi kerak. Andik shuning buyrug'i bilan qilamiz deydi. Mujda e'tiqod buni ashta singdirdi bularga. Singdirgandiki shunda e'tiqod bular shu kofirlar ancha urush yo'q. Faqat ahli sunnaga bo'lgan qarshilik ishlatgan, uni dushmanlik qilgan nemisi noyatichik. Chunki biz jihad qilmasak, jihad boshqargan odam kim u? Imom bo'lishi kerak. Imom yo'q hozir deydi. Ammo imom Umayni kelgan vaqtida faqat faqih degan bir islohni ko'tarib chiqib, shu vaqtda g'oyib imomning o'rniga meni noib bo'lib hozir imom. Hozirgi oyat va o'lib ketdi, uning o'rniga homili bo'ldi. Bu imom faqih tarafdan hukm mundaq qil degan tarafda, hukm chiqarish tarafda bu noib bo'lib shuning ishini qiladi deydi. Shunga bular İmametçilik nemiz bek muhim bo'lgandiki qandaqki biz Allah'ın barlıqqa aşındaq muhim deb peygamberlik ekan aşındaq muhim deb bilgandik biz olti asas deymiz imanning nemisini bu uchun uni qo'shib iman ya'ni uni oltin demaydi aş imametçilik en muhim deb qaraydi imanning qatoridan unda o'g'andikim bular imamniki o'rnida noib bo'lgan bir vakolatdan to'g'a imam deb bular o iman bek qo'llaydi hozir shu homilini shu ular bu askar uniki hamma narsa ashning qo'lida. U nima desa ashta qo'li. Qolgan hokimiyat, davlat qurdi, voy saylan bo'lib degan bir shakl u. Ham asosan askari, iqtisod va undan boshqa davlatniki asos muhimniki o'rni ashu diniy dahi bo'lgan ash kishiniki qo'lida bo'lgan bo'ladi. Shu u yerda Iran har qanday bir urush chiqib qolsa ma'lumotni bostirib chunki askar ashu saqchi hammasi ham pul uniki qo'lida. U xalqni bostirib ashta qo'ydi. Shunga g'arb shunda o'sh turg'un uni hech bir ish qilamiz 20-30 yil yoki hozir 80 yil bo'lamiz 40 yil o'tdi. Dunyoda birdan-bir o'shdab vaqirab, jaqirab qotgan gap zohirda Amerika shayton, Isroil yo'qitaman, yer yuzi yo'qitibman deydi. U davlatdan boshqa hech qanday bir davlat bir odam boshlig'iga unda qatni qila olmaydi. Ammo u qiladi. Chunki ular o'zining xalqini ashna e'tiqod bilan boshliqqa, ya'ni boshlaydigan ashna ittifoqlik ekib qo'ygan kim. Kendi xalq bor deganki. Qolganida-chi kendi xalq yo'q. Hammasi nima mustabid, zolim. Bo'lganlik haq qo'q bu yerda o'yla o'shkirib qolgan kim. Ya'ni demak, bu islom dunyosilik bo'lgan bu shundoq ichilish ahvollarniki yuz berishniki sababicha shu. Bir Şia yeni bir ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet vel cemaaniki mutlak itikadi mutlak yüz nime to'g'ri. Şia'nın yine degenimizde şunda kit parti Eli Raziyallahu zamanı gerçek değil, şu resmi vücut gerçek. Bunu şunda itikad etti. Şu iş buldu mu anıdaki Şia'nın ehl-i sünnet vel cemaanın itikadı doğan Kur'an yedisini umulmamışta doğru deyimizde vatkan bir cemaat köpçülüğünün içinde bu parçalanıp çıkıpla o'ziniki har xil maqsadi bor masalan ironchilik deydi bilimi deydi ashno aqsa Eli roziyallohu taolo'niki ayoli mandaqti iron nimati ironlik sasalniki sulasi qizni olgan ya Husayniki deb o'tirib shuni da andiki mushni Husaynni mushtaq yaxshi ko'rdi andaq qildi deb mushtaq deydigan ko'z qarashmichu bu yerda asli bu yilqi nimelik parisiylik e'tiqodini shu orqali islomga qarshi mushundaq qo'zg'ab chiqqan bir ko'sh deb. Bo'lmasa bular hech qanday bu nima qilolmaydi. Mushu yilqi nemi Shayboniy ninki davri kelgan vaqtida andiki hokimiyat o'rniga chiqib shu chaqda kuchlangan. Bo'lmasa uning oldida hech qanday bir poch u yerda shundoq ish qildi. Ammo yilqi nemi Shayboniy deydigan bir odam bor 1400 nechinchi dunyoga kirib aşağıda vücutga chiqqan 1300 neticede şu vaqtniki o'zida andiki bu rasmiy hokimiyat bo'lib Ironda hokimiyat qurib andiki bu da rasmiy siyosiy o'ringa chiqib andiki bir o'zimiz badikida qodat kelgan. Shunga bir Fatimiya deymiz, uni boshqa ashtaqchi vujud kelgan. Bo'lmasa yo'q qilib u hech qanday bo'lmaydi. Yine hozir kundagi o'zidimi? Mana ikki tarafniki o'zi, bu g'arblarniki o'zi, ahli sunna va jamoaning e'tiqodi taraf bo'lgan. Mana islom dunyosini bir tarafli kuch ko'tib, yeni bir tarafdan anadikin Iron onu bir
taraf qilib, voy oltin deb qo'yib, men yadro Qur'onni yasavadi deb, undaq qildi deb bu bechora odam buni kuch ketib, buni qo'rqitib, voy biz taraf bo'lmasa, biz seni qo'rqitmasak, seni o'ltiradi deb. Voy bundaq qilib yasaydi degan deb ikki tarafni mushta surkish dushmanlikdan iborat bo'lgan mushta ishlarni qilib, hozir musulmonlarni mana musholatni qo'ydi, akib qo'ydi. Birinchi fasl. Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shu ordiki, ya'ni bir vaqtda kelgan, bir vaqtda bir odam, mana bu yiliqi Payg'ambar burungi davrniki o'zini bir hikoya qilib deyotdi. Shu ordiki bir odam haydaytdi, bir kalni oldig'isi, boshliqchi mingyotdi. Mağıtı deydi. Qaçaniki yine haydap mağandaki qaçaniki çarçap qalsa o adam yerib qalsa o kalık üçün miniti deydi. Minigandiki müştab işlik qildi. İşlik qaldiki şu vaqt o'zi kalı dedi ki inna lam nuxlaq lihaza. Cazmen biz manığı yaratılmadık. Sen bizni yani kalı cemaatini sen minip işektek, attek, tövgidek bunu biz yaratılmadık. Biz bunun için yaratılmadık. Fakat biz zemini teriş için ne kıldık? Yaratıldık dedi. Mahkemde deydi. Yani zemini yaratış, zemini ne kılış? Teriş, haraset. Yani diyhançılık kılış için. Yani kişilerdeki turmuşundaki obdan buluşu, hayatın devamı için yap iş kılık gerek. Onuğa bir narsa terimiz olmaydi. Terimiz olgandan aş yani ki özün soqava kaza qo'shib onu tayyorib mustaq qilishga biz shuning uchun yaratildik. Dünyamizning biznesini atib bunda qilishga biz Allah bunda yaratmadi. Anda olgandan ki seninki bak bizni minib mayak apırıp anda qilib to'g'ri olmadi dedi. To'g'ri olmadi dedi. Degandan keyin dedi odamlar Subhanallah depti yani Peygamber etrafındaki ma gapni Peygamber dep bergandeki ashabının o'zi maşallah subhanallah baqaratun tetekellem. Voy bu kalı gap qotdi ya depti. Yoki olmaydi. Odamlar bilan ketayotgan yiliqi atrofidagi odam deydi. Bu kalı gap qotdi dedi. Degandeki dedi Peygamber ta jazman ishiniman bu kalıniki gap qilganlikqa men Abu Bakr va Umar ishiniman dedi. Lekin bu işkeylen bu yerde yok idi. Peygamber bu gapni hikoya deb bergan vaqtda bu işkeylen yok. Peygamber dedi ki, kalıniki gap qilishqa men Abu Bakr va Umar ishimiz. Degandiki bu ishkar bu yerde yo'q ekan. Buniki ikkisiniki bu yerde yo'q ekanligini bu yer bilib turib Payg'ambar alayhisalom nima uchun bu gapni deydi? Ya'ni demak bu ikkisiniki Payg'ambar alayhisalomniki gapiniki rasmiy ishlanishga %100 nima ishonchisi bor. Shunga Abu Bakr roziyallohu anhu deb atagan nima Siddiq debchi atagandi. Siddiq debchi atalgan. Ömer roziyallohu anhu nima Faruq. Chunki bu ikkisiniki vujudi bo'lgan iymon va ishonch qolganlarga nisbatan nima favqulodda yuqori. Favqulodda yuqori. Shuni Payg'ambar mustaqcho degan. Ya'ni demak ana Payg'ambar ikisi bo'lmasa ulug' vakolatdan ma ulug' mushtaqchi bo'ladi degan o'zi nimani bildirdi? Yani katta kishi ekanligini shu bildirdi. Andagi dedi Payg'ambar yani shu ordagi bir odam o'z uchun bo'lgan bir mol deydi. Yani qo'yda pat ekan, pat vaqaman deb shu qo'yniki ichida yo'q ketib bordi deydi. Shundaqla tajovuz qildi bir bo'ra, shu patininki ichida bir qo'yga hujum qildi deydi. Tajovuz qilib uni tutib ip ketdi deydi. Ip ketgandan keyin tajovuz qildi. Shunga birlikda bu bo'ra bu qo'yni tutdi, tutib oldi deydi. Tutib ip ketdi deydi. Ip ketgandan keyin uni bu bo'rniki o'zini bu qo'yninki egisi tutib yaptımdı. Teppepti. Yugurib mangsa shu oqini qo'g'lab berib buni teppepti. Tep bo'lgandiki shundan bu sahip malniki egisi bu bo'rni bu qo'yni qutuldirib yapti yerdan. İstan qaza. Yani istan qaza. Qutuldirib olgandiki uni evaldi dedi-de o yer qo'g'lab yurib qo'lida aselib shundan ba'dib. Shundan bu adamga bo'ra shuda debdi. Femen laha yawmes sab
yevme la ra'ye laha gayri depti. Muş gapni depti. Mana pemellaha kim şu koygan egi çıkan sabu kuni. Yani sabu kiydi deganninki o'zida bu yerda jiq bir so'z bor ekan. Yani bu yerda sabu kuni qiyomat kuni. Yani hammadan ashu ego olmaydigan, birimiz ego olmaydigan kuni shu bizni kelib qoldi. U chog'ning o'zi senmi yo'q o'z ishingdan bo'lasan. U chog'ning o'zida men yaysam qandoq bo'lar degan mushundaq mazmunda mushu gapni deganda asli sabu saba degan gap. Sabu degan jitqish hayvon degan gap. Saba degan ashu yani g'am, qayg'u degan ma'noda kelgan. Endi bu kunlarda sen nima deysan degan mushtaq nima bo'ladi? Gap yo'q bo'ladi deb men mushtaq nima qiladi? Mushtaqchi deydi endi. Bu sabuning ma'nosi. Endi yana bir ma'nosi yani bu yerda endi bu yerga shu qo'y uchun sabu kuni qandoq qilasan degani, ya'ni piti pasat bo'lib ketadigan, hammadan o'z ishi bilan qoladigan, mushundaq urush talash bo'lib qoladigan bir kun bor. Uni mo jitqish hayvon hammadan mushtoq kelib kun. Shu kunda o'chamizni qandoq qilasan? Shu joyda men o'sha tas yeyman, ya vaqtni sen qandoq qilasan? Ya'ni u kun, ya'ni yo'q o kun uchun mendan boshqa hech qanday anichi boqadigan patichi yo'q. Men mushu kunda sen buncha qandoqchi qilasan deb ma buyra tatib olgan egisiga qo'yning egisiga mushu gapni qildi deydi endi. Mushu gapni qildi deydi. Demak, buyruqchi gap qildi. Gap qilgandan keyin odamlar dediki, subhanalloh, zebun yatakallamu. Voy, buyruq gap qildi demasmi? dedi. Degandiki dedi Peygamber şu vaqtimizda ishini men bu gapga men va Abu Bakr va Umar çok bunu ishimiz. Bu haq. Bo'lmasa bu ishkara bu yerchi yo'q edi deb meni mishada Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala bu bo'lgan voqeani shu deyotdi. Men mushuni qaragan vaqtimizda demak iymon degan eng muhim narsa. Iymon degan bir nima o bir g'aybiy bir narsa. Bir odamning iymoni bilan ishlamdi hech kim uqmaydi. Üz chiqib birisi Alloh o'qidi. Bu qalbning ishini. Ana o Peygamber şundak turluğun bu işkisindeki muş gapga işidigan qanday o'qidi? Yani o Peygamberga ağzı chiqqan hikoya qanday gap bo'lganmiz 100 işindigan shunaqa bir odat bo'lgandan keyin şu Siddiq, şu Faruq deb atalgan va uni boshqa har xil nima bilan bunun bilan andaki bunun ishini Peygamber muş gapni cho't degan. Yani demak Peygamber bu işkisi aşındaq yani muhim bo'lgan ishlardimi? Ashta ishlangandan keyin bu ish qismi men Peygamberdan keyin nima bo'ldi ekan, o katta kishi bo'ldi ekan deydi. Endi bu yerda bu yevmus sab dedik. Bu yerda endi shu qiyomat kuniki o'zida qiyomatniki piti pasat bo'lib ketgan vaqtida hamma odam o'zining ishida bo'lib ketgan vaqtida urush talashib shundoq bir-birini o'ltirib qolgan vaqtida u qo'ynada, kalinada hozirgi masalan xahn apirib solib olsa, mana u kalın kim bakıdı o nima hamma depkesi o'zining bo'ladi. Ya'ni kelgusida mushta bir davr oldu, u chog'da o'zi hamma deb qolmaydi, men shu chog'da yeyman deb mush gapni degan gap endi. Ya'ni demak bu hadisni jiq ma'ni chiqdi. Ya'ni har narsaniki Alloh taolo shu bir narsa qilishga nima qilgan, yaratgan. Masalan, qo'yni yeyishga insonlarniki, mana eshakni minishga, otni urishga, to'gining o'zini hozirgi davrdagidek masalan nimaga poyizning o'rniga yük taxtni shadi ko'taradigan kalının gözü ziraat yani tarixchilik qonuni nima qilishga. Muttafaqun alayh. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi dedi İbn Abbas. Jazman her oyna turvatdim men bir qomniki ichida turvatdim. Turtdim deydi. Bir qomning ichida shu yerda turtdim. O qom qavun yani Ömer radhiyallohu ta'ala anhu'niki shehid bo'lgan ahvoldagi yani qomning ichida bo'ladi. Shuni hikoya qilib bo'ladi bizga. Bular Allah'a Ömer için nima qildi? Duo qilishdi. Ya Allohmush Ömerni bir qutuldirib qolgan, voy hayot qolsin ekan deb hamda Ömer radhiyallohu ta'ala eng odil, hamma odam yaxshi ko'radigan, mushundaq haqiqatparvar, men mushta bir zot bo'lgandiki, shular uchun duo qilib ketdi. Va duo qilib va jazma qo'yilgan edi, bo'lmasa Ömer radhiyallohu ta'ala uni o'ziniki nimasiga karvutiga. Yani juydan karvutchi almoqchi qo'yib ulib ketdi, boshqa shundoq bo'lsin, buni duo qilib, yoki bo'lmaydi buni jannatda bo'lsin, voy deb o'lgandagi duo qilishdi ya, mana hammadan mushta duo qilib ketgan edi.
Shunda qilsa mening orqamda bir kishi bor. Jazma qo'ygan edi bu kishi yüzüneki ceynigini meniki müyreni qo'ygan. Qo'ygan bir kishi borki deydi o, nima deydi o? Sana Allah Taala rahmat qilsin. Jazma men her aynı ümit qilma, shuki qilg'ach seni Allah Taala seninki ikki sahibing bilan birga qilg'ay. Seninki ikki sahibing kim o? Payg'ambar Abu Bakr. Shu bilan yondashlab qilishni men umid qilaman dedi bu odam. Men ko'rmadim deydim işte. Nimish qolsa chunki jazman men ko'p vaqtda anglaydim men Payg'ambar deydi. Bo'ldim men va Abu Bakr va Umar. Bil bo'ldik. Va qildim men Abu Bakr va Umar. Mangdim men Abu Bakr va Umar. Kirdim men Abu Bakr va Umar. Chiqdim men Abu Bakr va Umar. Deb meni mushtahnima qildi deydi. Davomli Abu Bakr bilan Umar. Davomli Abu Bakr bilan Umar chu deydi. Dunyoning o'zi mushtahda. Anda vaqtda o'lgandek kelib qabrdimi? Mana seniki amroying bo'lgan, ikki amroning yenichi bo'lishini umid qilma, shunda qildi dedi. Degandan keyin dedim Abbas shundoq qardim deydi. Qardim deydi bunda. Shuna qarsam u Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu dedi. Yani demek bu işkaylar Peygamber Sam'a en yakın adam olup Peygamber Sam qandaq iş olgan bolsa bildiço qildi. Peygamber Sam'ninki mana ikki asos veziri deydi. Birisi Abu Bakr, yeni birisi deme Ömer radhiyallohu ta'ala. İkinci fasl. Ebu Said Hudri radhiyallohu ta'ala rivayet qilindi. Shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Jazman ahli cennet her ayna ko'rishdilar ular. Ehli illiyinni çok ko'rishidi. Yani cennet kirgan kishilarniki o'zi mana en illiyin degan illiyunniki jam'isi yani illiyun degan bu yuqori qatta bir joy bo'lib uniki ismi illi deydi. Bu yerda asosan mu'minlarniki ruhi turdi, şehitler turdi deb ashtaqlab qarıldı. Mana shu yerdagi kishilarniki o'zini nim qildi ular ko'rdi deydi. En üstün cennetin üstün bir joy var. Men aşağıda çok ulanı çok körüşüdüm. Kandaki körüsüne mene kavkabı durri bir yıldızdaki nurluk yani dur yani güher degen endi yani ki bek pakırap durgan val qıp durgan narsaniki o'zi en yuqori darajada. Bu yerda dur degan gapning o'zi güher ayrım bir narsa. Bu yulduzning o'zi güher deyishi bu yer tashbih. Yani aşındaq nur bak chiqadigan aşındaq nima o yulduz degan gap. Qandaqki ashu vilildab paqirab turgan ashdan yulduzniki o'zini ko'rsa osmonniki ufqida. Osmon tarafda ashdan yulduzni ko'rganda mana bu ahli cennetin o'zi, ahli illiyiniki o'zini hech qanday bir-birisi bilan qilmay, talishib qolmay, yani kömüdüm deb qıstılan, unda bir qıstap bir-birisi qilmay, ashlar rahat holatda nima qilsalar, ko'rsalar. Deb yapasa bizga çok işler çok haber verdi. Endi yatarawuna degan tapaul ma'nosi bir-birisi ko'rishi degan gap. Va jazman Abu Bakr Ömer ularniki ichidan tur. Men ularning nimasidan ichidan turki, yani ashundaq jannatdan ashu yalaqi ahli illiyinning nimasidan qatardandir. Yani bu işgeylerninki turduğunu, ehli cennet turduğun joyniki en yuqori joy olan illiyin degan joyda çok boludu. Yani o dünyada en yuqori joyda boludu deydi. Ve un iman ve inam qilindi bu işgeylerge. Yani bunun aşu illiyin cennet kirib, cennetin yuqori joyniki o'zi, cennetin en yuqori joyning o'zida bu yerda aşağı kirishlik o'zi ularga Allah nima qilgan ihson qilib, işte yuqori darajaga mukofot shaklida chu bergan deydi. Un iman degan shu. Bu esa İmam Bag'viy rahmatullohi Sharih Sunnada rivoyat qildi. Bu esa o'xshash Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Majah shu rivoyat qilgan deydi. Anas radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi Anas. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Ömer ehli cennetniki kuhullarniki seyyididir. Avvalki ya burunki ve kiykilerden boğan ehli kuhul yani yetişken yani never yani biz ne deyimiz yani kahli degen 40 35 40
45-50 yaş aralıq kişininki özünü quramığa yetken adam deymiz. Yani resmi pişip yetilgen erkekliğimiz yetken adam degan gap. Anda o için bu işkeylen ehli cennetin kohullarının yani ehli cennetin resmi yetişken erkektek mene kişilerinki özünki nemisi oldu, seyidi oldu dedi. En seyidi gelme en yukarı degen gap, şunun başlığı boludu degen gap. Mene o cennet kirgen kişilerin evveli ahir olsun, hemmisinki seyidi oldu dedi. En bu yerden kohul degen kahlununki cemisi oldu. Kahlun degen şu 30 yaştan yukarı 35'ten yukarı 40-50 yaş aralık kirgen kişinin özünü kohul deydi. Bu cennet kirgen kişi aslında bundak olmaydı. Bu şu İsa Aleyhisselam'daki yaşadık 30-33 yaşı bulungan ki. Bu yer demiş kunda deydi. Çünkü cennet kirişki sebep olgan işlerin küpüncüsü nima kanda halat oldu kişinin üzerine. Şu 30 yaştan 35 yaşını ütüp şu 40-50-55 yaş aralıkta 60 yaş kirişki bu aralıkta bu yerde vücut geldi. Çünkü o devrinin üzerinde bir adamın yani ayalının deydi. Bu canın üzerinde resmi hem taraftan resmi vayga yetken akıl tefekkür muşundak jağı yetken bir nime o devr oldu. Şuna bu yerde nime dedi bu peygamber bu yerde kuhul dep atışçı bu şu. Endi kuhulunki özüden yani bazı ma'noniki özüde bu ehli cennetniki akıl resmi akıl hoşu jağı yetken kişilerniki yani ehli cennet şunda oldu. Şununki nimesi seyyidi degan mundaq ma'naviy çok bağımdı. Lekin peygamberler ve elçiler çok buladın mustasna. Onunki seyirci bombaydı o işkeyle. Depeyamasamışlar çok dedi. Men bu dersi İmam Turmuzi rivayet kıldı. Ve rivayet kıldı bu ise İbn Macca Ali radıyallahu ta'ala anhu. Huzeyfe radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Huzeyfe, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnni la adri ma beqai fikum. Taqtadu billezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Ömer'e. Peygamber şuna dedi. Cezmen bilmeymen anda bilinmesi ki nime kançılık meninki kalışım senin işinde. Yani meninki senin işinde kalışım hayat geçirip kançılık ömür görmem bunu tekmen çok bilmeymen. Hem ben bilip getirmen, ülüp getirmen. Anda o andaki men ülüp ketkendiği kanda kılışlar men hayat vakti menden sonra Allah Teala tarafından vahiy düşüp, müşterisini yetkizip, yine bazı meseleler olsa ben şu sizge müştak talim berip anda mundaq kıldı piştak deymen. Ama ben ülüp ketkendiği kanda kılışlar desen, benim o kançı yaşağını bilmeymen. Anda o andaki siz kişiler iki kişiye. Anda bir iki kişiye mendinki iki yalak iki kişi arşanınki o kimi Ebu Bekir ve Ömer'ge dedi. Men bu ise İmam Turmuzi rivayet kıldı. Yani bu hadistan asıl kişininki üzerinde adam emas, şu yaxşı adamning qiliq agishimiz. İşte hemimiz bunu bilimiz. Ama bu yerde Peygamber şu ikisindeki en kişiler dedi. Billezen ya bir afal demedi. Bu yerde nemini bildirdi? Bu yerde kişininki üzerinde Ömer, Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh'ın üzge agishsahmı mesela qandaq mağdiki qandaq hem şekilde agishsahmı bu nayet nima o yaxşı iş. Şu mübalağa qilib esa Allah Peygamber müşkabdi şu degan deb tushunamiz. Yani demek Peygamber özününki qiliq o'ziga agashsangmi shu to'g'ri bo'ladi deb shu degan bo'ldi demdi. Yine Enes radıyallahu ta'ala rivayet kıldı Enes. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçaniki kirse bir mescid kirse kötemeydi hiç kanda bir kişi yüzünün beşini için kötemeydi. Hiç kanda bir kişi kötemeydi. Adab, ahlak, müştaktı. Ebu Bekir Ömer'den başkası beşini kötemeydi. Hemmesi peş kalıp müştakt. Cimmeti çok durdu. Yani Berti bu işkeyden kül etti Peygamber'e. Ve Peygamber bu işkeyden çok kül etti. Men bu ise İmam Turmuzi rivayet kıldı. Dedi İmam Turmuzi hadis garip dur dedi. İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı dedi. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı bir gün. Çıkıp ve mescidke kirdi. Mescidke kirdi Peygamber ve Ebu Bekir ve Ömer üçeyden kiripti. İkisinin biri Peygamber on tarafında, yeni birisi Peygamber sol tarafında iken. Vallahi ki Peygamber tutkucuydu ikisinin kolunu tutup başta mescidke kiripti. Kirip Peygamber dedi, "Hakaza nubasu yawmal kıyameti." Men muşuna oxşaş biz kıyamet günü, kıyamet boğa vaktimizde men muşundaq mena
qo'zg'alamiz. Ya'ni tahdidan, ya'ni qabrniki o'zidan men mushtaqchi qopimiz deb payg'ambar aytgan. Ya'ni demak, men mush hadisning o'zida bir ishorat chiqadi. Ya'ni uchimizniki qabr bir yerda bo'ldi degan gap. Bir yerda bo'ldi deganki mush gapga asosan shu Abu Bakr Ömer radhiyallohu anhu shahid qilingandan keyin, Abu Bakr vafot bo'lgandan keyin mushundaq hadisni bular bilgandiki, shundan uniki bir ittifoq maslahati bilan payg'ambar sallamniki Abu Bakr o'g'a Ömer radhiyallohu anhu so'nug'icha qo'ygan. Ya'ni hozir shundaq. Qiyomat uchun mush ta'amul. Ya'ni demak payg'ambar sallamniki mush gapiga asosan mana qiyomat qopqa vaqtimiz ikkisi birga qopqandan keyin, ya'ni demak payg'ambar sallamdan keyin qolsa kim eng katta ekan? Abu Bakr Ömer. Abdullah ibn Hantab radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Shunda deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rdi Abu Bakr Ömer radhiyallohu ta'alani ko'rib dediki, "Hazani as-sam'u va basaru" dedi. Men bu ikkisi ko'z va quloqdir dedi. Endi bu nima degan gap? Bu ko'z quloqni biz bilamiz. Ko'z degan adam ko'zi, mana bu quloq degan mana shu. Bu nima degan gap bo'ldi? Zohir bu. Bu yerdagi ma'nosining o'zi mana ko'z bilan quloq bir odamga nisbatan qanday muhim bo'lgan bo'lsa, meni ahli bilish, anglash, tushunish, ibrat elish deganida mushu narsaga asosan ko'z bilan quloq bak muhim. Unda bo'lgandan keyin ummati islomiga men Abu Bakr va Umar shundoq nima muhim. Agar bir odam ko'z bilan quloqdan ayrilib qolsa, u ahli bilish va o'qishdan, anglashdan nima qilib qoladi, anglab ayrilib qoladi. Unda bo'lgandan keyin Abu Bakr va Umarniki o'zini bu ummat, ya'ni musulmonlar ayrilib qolsa, u chog'ingizda esib xato ish uchun ketib qoladi degan gapni bildirdi. Yeni bir ma'noda andikin ko'z bilan quloq insonga nisbatan bak nima muhim ham bak qadrlik, bak ulug'. Mana shunga nisbatan Ömer radhiyallohu ta'ala Abu Bakr Ömer radhiyallohu ta'alaning mana qolgan musulmonlarga nisbatan eng ulug'chi katta kishi, musulmonlarning ichidagi eng katta kishi degan gapni buncha bildirdi. Yoki bo'lmaydi bu ikkidan quloq va ko'z deganning o'zi bu yerda meniki ko'zim va quloqim desimchi bo'ldi. Chunki insonga nisbatan eng muhim bo'lgan ikki a'zo, ya'ni bir narsa ko'rishda, ama qalb bu muhim, ama bir narsa ko'rish nimiz muhim. Anda bu ikkidan mening birisi ko'zim bo'ladi, endi quloqim bo'ladi. Shu qilish orqali ana buni meniki maslahatim bilan men maslahat selib, meni anglaydigan hamma narsa jamiyat nima bo'libdi, qanday bo'libdi, mush ishniki o'zida mening quloqim bilan ko'zimning o'rnicha bo'ladi demoqchi. Bu gapni uchun mangda. Ebu Said Hudri radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi. Ebu Said dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, yo'q, payg'ambardan tarixda o'tgan payg'ambardan hech qanday bir payg'ambar yo'q. Agar bu qolsa, men bu payg'ambarga ikki dona vezir oldu ahlisi. Nemadan? Osmonniki ahli diye periştedin. Ve zemin ahlisi ikki dona ne bo'ladi? Vezir uchun bo'ladi. Ama meninki osmon ahlidan bo'lgan ikki dona veziram Cibril ve Mikaildir. Ve ama meninki ahli zemin xalqidan bo'lgan ikki dona veziram, yani ministrim kim bu? Abu Bakr ve Ömer deb payg'ambar alayhissalatu vassalam men mushtaqchu degan deydi. Men bu esa İmam Turmizi rivoyat qildi. Dedi İmam Turmizi Hasan g'arib dedi. Ve Abu Bakr radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shuna deb jazman bir odam dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shuna dedi. Ko'rdim men go'yoki bir non, go'yoki bir mizon, taroza tushibdimish, bu tushibdi bu mizon osmondan tushibdi. Yani tushimdi deydi. Mushuni ko'rdim. Shunga jilnibsan sen va Abu Bakr. Shunga tarjih qilsan sen. Va jilnibdi Abu Bakr va Umarmichi jilnandi. Jilnangandan keyin Abu Bakrning jilni nima chiqdi? G'olib. Yani bu yondab ketdi. Va Umar va Osman bu jilnandi, undan keyin Umar tarjih qilib ketdi. Bu yondab ketdi. Anadan keyin ko'tarildi mizonni. Mizonni nima qildi? Kötülüp gitipti, muşundaq tush ko'rdim debdi. Degandiki shundan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu mizonniki o'zi ko'tulib ketganligi sal soatda sal xap bo'lgandek bo'ldi. Ya'ni ko'ngli bir xil bo'lib mushtaq qoldi. Ya'ni paz sal xap qildi bu gap shu payg'ambarimiz sal chiroyini sal qamlashmaydigan mushtaq qilib qo'ydi. Chunki nima ish qilsa
Yani mizan kötürdü, adalet kötürdü degan gap. Yani ummati İslamining ichida adalet kötürilib, haqiqat kötürilib, uniki o'rniga buzuq fasad va bir-birini o'ltirishdan iborat bo'lgan gunoh, ma'siyat, haqsizlik uchun o'rnab ketdi degan gap bo'ladi. Yani demek Ebu Bekir Ömer radhiyallohu ta'ala zamanı kelishib hamma narsa o'z joyida aynan payg'ambarlikdek çok bo'ladi degan gap. Uni lekin Osman Ali radhiyallohu bor. Uni lekin bunu Osman radhiyallohu ta'ala kelgan vaqt o'zida endi bunun üstüne gap qilish bo'lmaydi. Ama şu xalqniki mesela rivoyatga asosan Osman radhiyallohu o'zi yoshlanib qolgandan keyin bu balkim ba'zi bir o'zining tuqqanlarini u yerga qo'yishdek mustaq bir ahvollar bo'lib shu chani o'zi jiq yapib ketgan. Shu o'tib chiqishniki bir sababi shu bo'lgan. Ali radhiyallohu ta'ala zamanında zaten ana fitne fasad aşağı ishki urush xavarda urishman deb ashla bir-birini o'ltirish ahvoli shu jiqib ketgan. Shunga payg'ambar bu gapni bilib, shunga chiroycha tutib qolgan xap. Dedi payg'ambar nima dedi? Xilofatu nubuvvat. Bu nimadir ashu mizan nubuvvatning xilofatidir. Peygamberninki o'rniga naib bo'lgan xalifadir bu ashu mizan. Mizan ko'tarib ketdi degan gap, ikkisidan ko'tarib ketdi degan gap bo'ladi deydi. Andiki keltirdi Alloh taolo podshohlikni anda bir kishiga xolidi. Xolgan kishi podshoh bo'ladi. Uning xilofati yo'q deydi. Shunga İslam dünyasida haqiqiy xulafa qancha 4. Endi Ömer ibn Abdülaziz 5-xalifa deydi, buniki adolatga qarab. Uning dikiga xilofat qarsak, mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamondagi 4 xalifaniki ash masalasi qarsak, buniki manhaj, buniki usuli qilingan xilofatchi yo'q. Mayli Umaviyya olsun, mayli Abbasiyya olsun, Osmaniyya olsun yoki başka bir xalifa Fatimiya olsun yoki Andalusda u yerda nima qilgan başka bir xalifa olsun, bu xalifa bu yerdagi usul va shakllar chu bo'lmagan. O qanday qilgan? O adam o'lmay turib o'ziniki allama qachon hozirgi podshohlar taqilib va ahdisni apiriblar tayin qilib bo'lgan deb. Mana ashundaqcha tayin qilib bo'ldi. Bu maslahat qo'ymagan. Maslahat va mashvaratdan iborat bo'lgan hokimiyatning asos islom hokimiyatining nimasi? Bu monopol qilish istibdodchi yo'q. Buniki asosi nima qilish? Uniki maslahat. Maslahat selish. Hokimiyatning asli islom hokimiyatining nimasi shu bu. Shunga 4 xalifaniki hammasi maslahat bilan bo'ldi. Abu Bakrning shunday bo'ldi. Umar esa bir qancha adam maslahatlashdi, ahli il va iqt bilan. Uni lekin Umar esa shaytonga chaqdi, men ashundaq ishorat qilsam 6 oylarni o'ttirsa qilib qo'ydi. Uni lekin Osmon esa shunday qilish orqali Ali roziyallohu anhu men ashundaq xalifa bo'lishing o'zi hech qanday vaqt o'zida oldidagi bu yer vasiyat qilib unda qilgan uchun yo'q. Ammo Abu Bakr roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhu ishorat qilib bundaqcha qilgan yer uchun bo'lsa-mu, ko'pamasi deganda bunda özünün balvaqlarını, tuqqanlarını qilgan ish şu yo'q. Mana bu Peygamber Aleyhisselam'daki peygamberlik hakimiyet meselesindeki kuruluş şekli şu bu. İslam hakimiyetinin müştaq olduğu gibi. Çok oldu. Üçüncü fasıl. İbn Mesud radhiyallahu ta'ala rivayet qilindi, shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi. Chiqdi sizlarga bir kishi ahli jannatdan bo'lgan bir kishi hozir sizga maya chiqib qoladi, bir yerdan chiqib hozir maya keladi dedi. Degandagi shunday qarsak, Abu Bakr chiqdi deydi. Ondaki dedi Peygamber yeni sizga ahli jannatdan bo'lgan bir kishi chiqadi, ya'ni bir adam kirdi mayaga degandan keyin shundoq nima qilsak, Umar roziyallohu ta'ala nima qildi? Chiqdi. Ya'ni Peygamber o'zi hayot turib, bu ishkaydan hayot turib, allama qachon ahli jannat ekanligini o'ylachu guvohlikchi berib bo'lgan. Peygamberlik bu guvohlik bergandiki bu nima u haq, u jazma jannatga kirdi. Unda o'g'andikin bu ishkaylarniki zodi jannatga kirgidek ashundaq holatni bu dunyoda o'lmay turibla allama qachon shu berkitib bo'lgan. Bunda hech qanday bir xatolik bo'lmaydi degani nima u gap shu bo'ladi. Shunga ishkaylarning xalofati favqulodda islom dunyosiga barkat bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu ta'ala 2,5 yil, 2 yil, 3 oyning ichida ikki taraf bo'lgan qalamqani bostirish orqali bu yerda ittifoqning asosi shu tikilgan. Unidagi Umar roziyallohu zamonida kelgan vaqt o'zida uçan islom din rasmiy kengayib, mana sharq tarafdan tortib bizning vatanigachilik, Xitoyning chegaragichilik, mana g'arbdan tortib g'arbga kelsak, masalan, shu hozirgi Mag'ribistonga kelganchilik, shimoldan mushu biz Turkiyaniki hozir Konstantin ziminiga kelganchilik, mana janubda Yaman,
deganidek shu Hindistonning nimasiga o'tiradi. Hamma Kavkaz, shu Kavkaz deymizmi? Men shu yerga yetib kelgan. Shu bir kengib unidagi shehid qilingandan ana shu joyda qilib, aron shu saqlab qilib, shu chon o'zida bundoq bir fatih qilish ishi unidagi unda odat bo'lmay, yaqinqi zamonning o'zida islom dinimizning haqiqiyligi, Qur'onning haqiqiyligi qarab, aqliy tafakkur qilish orqali mana hozirgi davrimizda musulmonlik har yerda kengayotir. Ham da'vat qilish orqali boshqalarni. Shu barakatli bo'lgan bu ish kelgan. Oycha roziyallohu taolo rivoyat qildi dedi Oysham, shu ordagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning beshi meningki quchug'imda edi bir oydin kechida. Zahiya deydi, ya'ni muqbira degan gap. Oydin kechida shundoqla payg'ambarimizniki beshi mening quchug'imda edi. Quchug'im shundoqla iz qoldi. Shunda dedim men deydi, shu vaqtimizda quchug'imda beshada tug'andan keyin shundoqla men dedim ya Rasululloh. Aya bo'lamdi bir kishi uchun hasanatlardan meni osmonniki yulduzga o'xshash men bo'lamdi. Ya'ni bir odam shu dunyoda hasan yaxshi ish qilgan bo'lsa, uningga berilgan mukofot, savobniki soni osmondagi yulduz soni bakchiq. Men mushundoq jiq ashtaqchi bo'lgan ish bormi? debdi. Dedi pansam. Nam, Ömer. deb shundoqchi dedi. Ya'ni Ömer roziyallohu taolo'niki qilgan yaxshi ishlari osmonniki yulduzlar deb shundoqchi. Endi biz osmonning yulduzi hozir ko'zimiz ko'rgan undaq bo'lgan bilan hozirgi osmonniki yulduzlari filanini biz o'qimaymiz. Soni belgilanmaydi. Trilyon, trilyon deb. Hattoki bir yulduzi yilbirisining orlig'ini hozir kilometr, metrga hisoblab aql og'ilolmay son tugab ketib, uningdagi nur yili deb. Nur yili, masalan, Ma yulduzdaki ay yulduzlarının ağırlığına mançı milyon nur yılı dep başlap tahmin qilish orqali bu osmonniki kenglining favqulodda insonning aql topam bilgilonmagida darajada yo'g'on ekanligi va kengayotganligini ham qildi bu yer biladi. Ya'ni demak osmondagi yulduzniki soni bakchiq degan gap. Uni Ömer roziyallohu anhu'niki mana qilgan ishniki soni, ya'ni mukofoti mushuniga o'xshash bo'lgandan keyin bu zat nima degan gap oyatda deganimizdek bu zotniki barkati bilan islom din rasmiy mushu atrofga mana hozirgi jo'grafiyalik o'rin kengayishniki sababi mana shu Umar roziyallohu zamonida bo'lgan, qo'mondonlik bilan bo'lgan. Dedim men Payna hasanat Abu Bakr. Unda olsa Abu Bakrniki hasanalari, hasan, chiroq ish, yaxshi ishlari cho. Undan yuqurmi debdan ot so'g'an deydi. Degandan dedi paymsan. Gap shunga mastur. Ömer roziyallohu taolo'niki qilgan yaxshi ishlariniki hammasi Abu Bakr roziyallohu taolo'niki qilgan yaxshi ishlaridan bir tal yaxshi ishiniki barobar ekan deydi. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu taolo'niki qilgan yaxshi ishi favqulodda Ömerning natijasi jiq deydi. Chunki nima qilgan? Bunday qilsak, chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam vafot bo'lgandan keyin shu arab yarim orlidagi musulmon bo'lgan bir qancha qabila murtatib ketdi. Murtatib ketgandiki uchan islomiy davlat ojiz qoldi. Ojiz qolgandan egar Abu Bakr roziyallohu taolo rasmiy ash maydonni ching turib, yo'q men shu ishni kim ash zakotni bermiz kofir bo'ldi, men uni qarshi hujum qilmasam bo'lmaydi degan ash gapni ching turib, mana qolgan unda qilsan qanday bo'ladi? Payg'ambar qilmagan ish tursa bu namoz o'qiyotsan, nima qilsa zakot bermay deganga mushtaq qilamsan, bermayman degan mushtaq qilsan, uni urishamsan degandan keyin Ömer Abu Bakr yo'q men uni qilmasam bo'lmaydi deb shuni 2,5 yil atrofida ichki ma'lumotchilikni men Musammad Kazzab uni boshqa jiq adam bir qancha o'sha payg'ambarlik da'vo qilib bir qancha 100 ming bir qancha ming odamni agashtirib ashta chiqib Muhammad o'lgandan keyin biz ham buni o'rni biz chiqamiz deb shunda qalama qolib ketgan. Shu vaqt o'zida men bu zotniki men Allohning ilhom qilishi bilan shu odamniki g'ayrati va u odam shajoati va mustahkam turishi bilan andiki bu ichki qalama-qanchilikning o'zini bu yer bostirgan. Agar bostirmagan bo'lsa, o'cha qanday bo'ladi? Allah o oqibati nima? U bostirib kitlar andiki payg'ambar vafot bo'ldi. Teqan ojiz, teqan aranda bir ishga bir 15 kun bo'ldi, 21 oy bo'ldi. Ani bostirib kelsa, o'chani ojiz, parang bo'lib, jiq odamning nima bo'lishi mumkin? Ya'ni din o'chani o'zi islomda yo'qolib ketishi mumkin. Mana shuni oldin elib, mana butun dunyodagi musulmonlarning bo'lishi osh kishilarniki bir sababi bo'ldi. Ya'ni shu kishiniki bir xizmat bilan bo'ldi. Ana bu
qilgan ibodat qilib mushum islom diniga kirgan kishilarning savob qanday bo'lmasa, Abu Bakr roziyallohu taolo ashtaqchi bo'ladi. Undan keyin Abu Bakrniki, Umar roziyallohu taoloniki o'ziniki xilofatining davrida kengaygan bo'lsa-mu, lekin Arab yarim orlidagi ishlarga u allamaqacha Abu Bakr uni bitirib qo'ygan. Men asos islom diniki asos büyük Arab yarim orli. Yani Medine, Mekkeni. Mekkene nima Medine. Ona olgandan Abu Bakr roziyallohu anhu favquloddiy din bo'lgan bo'ladi. U chog'da çok katta yuqori bo'lgan bo'ladi. Yani bu. Yani demek bu hadis asosan Abu Bakr va Umar roziyallohu taoloning shu payg'ambarniki shu degan so'zlagan va qilgan ishlariga asosan bu kishilarning o'zi jazma payg'ambarning kim qolsa ikkinchi va uchinchi darajalik nima ekan, kishi ekan deganligini qildi, bildirdi. Biz mushtahnim qilamiz, bunga e'tiqodchi qilamiz. Shiar unda qilmaydi endi, shiarimiz. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.